Bugun men aytadigan ma'lumot gartim yoshdan oshgan har bir o'zbekistonlikka, ayniqsa yetim, oltin va 65 yoshdan yuqori bo'lgan ota-onalarimizga bevosita tegishli. Gap oddiy shamollash yoki biroz bosim ko'tarildi degan holat haqida emas. Avgust oyidan boshlab issiq, suvsizlanish, qon bosimi o'zgarishi, yurak va miya tomirlariga tushadigan yuk keskin oshadi. Eng yomon xabar shuki, ko'pchilik buni kech sezadi, lekin oqibati insult, infarkt, hushdan ketish, buyrak zo'riqishi yoki tez yordam chaqirishgacha olib borishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun sizga kimlar xavf guruhida qanday belgilarni e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Poliklinikaga borganda nimani talab qilish mumkin? Uyda nimalarni tayyorlab qo'yish zarur? Qanday hujjatlar va tahlillar kerak bo'lishini juda aniq tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotni siz emas, balki otangiz, onangiz, turmush o'rtog'ingiz yoki qo'shningiz ham bilishi kerak bo'lishi mumkin. Avvallari ko'pchilik avgustni oddiy yozning oxiri deb qabul qilardi. Issiq bo'ladi, sabr qilamiz. Sentabrda salqin tushadi, derdik. Lekin so'nggi yillarda vaziyat o'zgardi. Avgust oyida havo harorati ko'p hududlarda 38-42 darajagacha chiqyapti, ayrim joylarda undan ham yuqori bo'lyapti. Qishloqda, dalada ishlaydigan odam ham, bozorda savdo qiladigan odam ham, uyda konditsionersiz o'tirgan pensioner ham bir xil xavf ostida qolmoqda. Girdim yoshdan keyin organizm avvalgidek tez tiklanmaydi. Qon tomirlar elastikligi kamayadi. Yurakning isqa moslashishi sekinlashadi. Buyraklar suyuqlik va tuz muvozanatini saqlashda ko'proq qiynaladi. Agar odamda qon bosimi, qandli diabet, ortiqcha vazn, yurak ishemik kasalligi, buyrak muammosi yoki xolesterin yuqoriligi bo'lsa, avgustdagi issiq uning holatini birdan og'irlashtirishi mumkin. Eng xavfli tomoni shuki, odam o'zini kasal deb hisoblamaydi. Masalan, boshim og'riyapti, issiqdan bo'lsa kerak. Ko'zim tinib ketdi, charchagandirman. Yuragim tez uryapti, xavotirdandir, oyog'im shishdi. Ko'p yurganimdan deb yuraveradi. Aslida esa bu belgilar qon bosimining keskin ko'tarilishi, yurak ritmi buzilishi, suvsizlanish yoki qon quyuqlashining signali bo'lishi mumkin. Men mutaxassis sifatida eng ko'p ko'radigan xato shuki, odamlar issiqda suv o'rniga ko'p choy ichadi, shirin gazli ichimlik ichadi, tush paytida ko'chaga chiqadi. Bosim dorisini o'zicha to'xtatadi yoki aksincha ikkala baravar ichib yuboradi. Bunday yondashuv juda xavfli. Ayniqsa 40-35 yosh oralig'ida hali ishlayotgan, o'zini hali yoshman deb hisoblaydigan insonlar xavfni kam baholaydi. Birinchi navbatda qon bosimi bor odamlar juda ehtiyot bo'lishi kerak. Agar sizning bosimingiz odatda 1020 dan yuqori bo'lsa yoki siz bosim dorisi ichsangiz, avgust siz uchun oddiy oy emas. Issiqda tana terlaydi, suyuqlik kamayadi, qon quyuqlashadi, ba'zida bosim tushib ketadi. Ba'zida esa aksincha keskin ko'tariladi. Eng yomoni, odam qaysi holat ekanini o'lchamasdan bila olmaydi. Masalan, 25 yoshli erkak kishi bozorda ishlaydi. Ertalab nonushta qilmay chiqadi, 2 piyola choy ichadi. Tushgacha suv ichmaydi. Soat indak o'tunda boshi aylanadi, ko'ngli ayniydi, ko'z oldi qorong'ulashadi. U buni issiq urdi deb o'ylaydi. Uyga kelib yotadi, lekin bosimni o'lchasa bindaqimi muyuz chiqadi. Bu allaqachon xavfli signal. Agar shu holatda u biroz dam olsam o'tadi desa, insult xavfi oshadi. Ikkinchi guruh qandli diabeti borlar. Diabetda suvsizlanish tezroq yuz beradi, qonda shakar ko'tarilib ketishi mumkin. Oyoqlarda qon aylanishi yomonlashadi. Issiqda odam ko'p terlaydi, lekin yetarli suv ichmasa qand miqdori nazoratdan chiqadi. Ayrimlar meva yeyish foydali deb tarvuz, uzum, qovun, shaftolini hatdan ko'p yeydi. Meva foydali. Lekin diabeti bor odam uchun miqdor muhim. Bir o'tirishda yarim tarvuz yeyish yoki bir kosa uzum yeyish qandni keskin oshirib yuborishi mumkin. Uchinchi guruh yurak kasalligi borlar. Yurakda stent qo'yilgan, infarkt o'tkazgan, yurak yetishmovchiligi bor yoki ko'krakda siqilish sezadigan odamlar avgustda o'zini alohida nazorat qilishi kerak. Issiqda yurak tanani sovutish ko'proq ishlaydi. Agar yurak avvaldan zaif bo'lsa, nafas qisishi, oyoq shishishi, yurak tez urishi kuchayadi. Oddiy misol, 12 yoshli ayol uyda nabiralarga qaraydi, ovqat qiladi, kir yuvadi. Uyda konditsioner yo'q, xona bo'yoqda yuradi. Kechga borib oyoqlari shishadi. Nafas olishi qiyinlashadi. Yoshim o'tdi, shunaqa bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin bu yurak yetishmovchiligi kuchayayotgandan darak bo'lishi mumkin.
Bunday paytda shifokorga murojaat qilish kechiktirilmasligi kerak. 4-guruh buyrak kasalligi borlar. Buyrakda tosh, surunkali pielonefrit, kreatin yuqoriligi, siydikda oqsil chiqishi, tez shish paydo bo'lishi bo'lgan odamlar suv masalasida o'zboshimchalik qilmasligi kerak. Bir odamga ko'proq suv kerak bo'lsa, boshqa odamda yurak yoki buyrak sababli suyuqlik me'yorini shifokorga belgilashi lozim. Shuning uchun men hamma uchun bitta raqam aytmayman, lekin umumiy qoida shuki. Chanqashni kutib yurmaslik, siydik rangi juda to'q bo'lib qolsa, bu suvsizlanish belgisi bo'lishi mumkin. 5-guruh ortiqcha vazn, xolesterin yuqoriligi, kam harakatlilik bor odamlar. Dardim yoshdan keyin qorin sohasida yog' to'planishi, qon bosimi, qand va xolesterinning birga ko'tarilishi juda ko'p uchraydi. Bu holat metabolik sindrom deb ataladi. Bunday odam issiqda tez charchaydi, yuragi tez uradi. Zinadan chiqqanda hansiraydi. Agar u bunga e'tibor bermasa, birinchi jiddiy belgi birdaniga tez yordam holati bo'lishi mumkin. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar siz 40 yoshdan oshgan bo'lsangiz ham, bosimingiz normal, qandingiz normal, vazningiz me'yorda, doimiy harakat qilasiz, chekmaysiz, spirt ichimlik ichmaysiz, tahlillaringiz yaxshi bo'lsa, vahimaga tushish kerak emas. Lekin bu umuman e'tibor bermaslik degani emas. Avgustda sog'lom odam ham issiq urishi, suvsizlanish yoki bosim o'zgarishini boshdan kechirishi mumkin. Endi men sizga aniq belgilarni aytaman. Agar boshingiz kuchli og'risa, gapirish qiyinlashsa, yuzning bir tomoni tortishsa, qo'l yoki oyoqda kuchsizlanish bo'lsa, ko'rish xiralashsa, bu insult belgisi bo'lishi mumkin. Bunday holatda uyda kutish, limon choy ichish, uqalash, qo'lini tortib qo'yish bilan vaqt yo'qotmang. Darhol tez yordam chaqiring. Agar ko'krak o'rtasida bosuvchi og'riq bo'lsa, og'riq chap qo'lga, jag'i orqaga bersa, sovuq ter bo'lsa, nafas qisib qolsa, bu yurak xuruji belgisi bo'lishi mumkin. Ayniqsa og'riq 10-12 daqiqadan ko'p davom etsa, bu jiddiy. Gaz yig'ildi, oshqozonim og'ridi deb o'tirish xavfli. Bexir yoshdan keyin ko'krakdagi har qanday yangi, kuchli bosuvchi og'riq jiddiy tekshiruv talab qiladi. Agar tana harorati ko'tarilmasa ham issiqda odam holsizlanib, terisi quruq bo'lib, boshi aylanib, hushdan ketishga yaqin bo'lsa, bu issiq urishi bo'lishi mumkin. Odamni darhol salqin joyga olib o'tish, kiyimini bo'shatish, asta-sekin suv ichirish, peshona va bo'yin sohasini sovutish kerak. Lekin hushsiz odamga suv ichirish mumkin emas. Bu nafas yo'liga ketib qolishi mumkin. Rag'amlar bilan tushuntiraman. Qon bosimi 120 nafasi atrofida bo'lsa yaxshi. 130-139 nafas 9 oralig'i ko'p odamda kuzatuvni talab qiladi. 1000-90 dan yuqori ko'rsatkichlar takrorlansa, shifokor bilan davolash rejasi kerak. Agar bosim 1080-1020 atrofida bo'lsa yoki shu darajaga yaqinlashsa, ayniqsa bosh og'rishi, ko'krak og'rishi, nafas qisishi, ko'rish buzilishi bo'lsa, bu shoshilinch holat. Ammo bir narsani aniq aytaman. Bosimni faqat bitta o'lchov bilan baholab bo'lmaydi. Siz tinch o'tirib 5 daqiqa dam olasiz, qo'l yurak balandligida bo'ladi. Manjet to'g'ri taqiladi. Keyin o'lchaysiz. 2-3 daqiqadan keyin yana bir marta o'lchaysiz. Agar har safar baland chiqsa, bu e'tibor talab qiladi. Ko'pchilik manjetni noto'g'ri taqadi yoki o'lchashdan oldin zinadan chiqib keladi. Keyin raqamdan qo'rqib ketadi. Yana bir hayotiy misol. Kirib taksi yoshi haydovchi uzoq yo'lga chiqadi. Mashinada konditsioner bor, lekin yoqsa yoqilib ko'p ketadi deb o'ylaydi. Suv ichmaydi, chunki tez-tez to'xtashni xohlamaydi. Kechga borib boshi og'riydi, asabiylashadi, ko'zi xiralashadi. Bu oddiy charchoq emas, suvsizlanish va bosim o'zgarishi bo'lishi mumkin. Haydovchi uchun bu ikki karra xavfli, o'zi ham, yo'lovchilar ham xavf ostida qoladi. Yana bir misol. 60 yoshli pensioner ayol dorixonadan bosim dorisini oladi, lekin avgustda bosimi pastlab ketayotgandek tuyulgani uchun dorini to'xtatadi. Bir hafta o'tib bosim 90 ga chiqadi. Nega? Chunki ba'zi dorilarni birdan to'xtatish mumkin emas. Dorini kamaytirish, almashtirish yoki vaqtini o'zgartirishni faqat shifokor hal qilishi kerak. Endi juda muhim nozik masalalarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat. Hamma ham ko'p suv ichishi mumkin emas. Internetda kuniga 3 litr suv iching degan maslahatlar ko'p. Lekin yurak yetishmovchiligi, og'ir buyrak kasalligi, shish, ayrim jigar kasalliklari bor odamlarda suyuqlik miqdori individual belgilanadi. Shuning uchun sizda shish bo'lsa, nafas qisishi bo'lsa, buyrak tahlillari yomon bo'lsa, suv miqdorini shifokordan so'rang. Ikkinchi nozik jihat. Choy suv o'rnini har doim ham to'liq bosmaydi.
O'zbekistonda choy ichish odat. Lekin issiqda faqat qaynoq choy ichib, oddiy suv ichmaslik ko'p odamda suvsizlanishni kuchaytiradi. Ayniqsa shirin choy, gazli ichimlik, energetik ichimliklar yurakka va qonga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Men oddiy suvni asosiy ichimlik sifatida ko'rishni tavsiya qilaman. 3-nozik jihat. Konditsioner ham noto'g'ri ishlatilsa zarar. Issiq ko'chadan kelib, darhol 10 darajali sovuq xonaga kirish, konditsioner havosini to'g'ridan to'g'ri yuzga yoki ko'krakka qaratish, shamollash mushak spazmi, tomoq og'rig'i keltirishi mumkin. Xonani 24-26 daraja atrofida ushlash, havoni bevosita odamga qaratmaslik, filtrlarni tozalab turish muhim. 4-nozik jihat, ayrim dorilar issiqda ehtiyotkorlik talab qiladi. Masalan, siydik haydovchi dorilar, bosim dorilari, qon dorilari, qon suyultiruvchi dorilarni o'zicha o'zgartirish mumkin emas. Issiqda ularning ta'siri boshqacha sezilishi mumkin. Shuning uchun avgust boshlanishidan oldin yoki avgustning ilk kunlarida shifokor bilan dorilar ro'yxatini ko'rib chiqish foydali. 5-nozik jihat. Mening bosimim doimlik oltin o'rganib qolganman degan gap juda xavfli. Organizm yuqori bosimga ko'nikib qolgandek tuyuladi. Lekin tomirlar, yurak, buyrak va miya asta-sekin zarar ko'radi. Odam o'zini yomon his qilmasligi mumkin, ammo xavf kamaymaydi. Qon bosimi og'riq bermaydigan, lekin ichkaridan zarar yetkazadigan dushmanga o'xshaydi. 6-nozik jihat. Ko'rtim yoshdan keyin profilaktika shart. Odam faqat kasal bo'lganda shifokorga borishi kerak emas. Ayniqsa avgustda xavf oshayotgan davrda qon bosimini, qonni, xolesterinni, yurak holatini, buyrak ko'rsatkichlarini tekshirtirib qo'yish kerak. Bu qo'rqitish emas, bu oqilona ehtiyot chorasi. Endi aniq qadamlarni aytaman. 1-qadam, uyda qon bosimi o'lchagich bo'lsin. Agar siz kirtim yoshdan oshgan bo'lsangiz, oilada bosim, diabet, insult, infarkt tarixi bo'lsa, tonometr hashamat emas, zarurat. Uni to'g'ri ishlatishni o'rganing. Ertalab uyg'ongandan keyin, doridan oldin yoki shifokor aytgan tartibda, kechqurun esa tinch holatda o'lchang. Natijalarni daftarga yozib boring. Daftarga shunday yozing: sana, vaqt, bosim, puls. O'zingizni qanday his qilganingiz, qaysi dorini ichganingiz. Masalan, 5 avgust soat 08:00. Bosim 192, puls belbin olti bosh og'ridi, dorini ichdim. Shifokorga borganingizda bu daftar juda katta yordam beradi. Chunki shifokor sizning bir kunlik emas, bir necha kunlik holatingizni ko'radi. 2-qadam, poliklinikaga boring. Yashash joyingizdagi oilaviy poliklinikaga yoki oilaviy shifokorga murojaat qiling. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, agar bor bo'lsa tibbiy karta, oldingi tahlillar. Yurak kardiogrammasi uzi natijalari, ichayotgan dorilaringiz ro'yxatini olib boring. Dorilarni faqat nomi bilan emas, dozasi bilan yozing. Masalan, 5 mg, 10 mg kuniga 1 marta yoki 2 marta. Shifokorga aniq gapiring. Men yoshdan oshganman. Avgustdagi issiqda qon bosimim o'zgaryapti, yuragim tez urayapti yoki boshim og'riyapti. Profilaktik tekshiruvdan o'tmoqchiman. Shu gapni aytishdan uyalmang. Siz shifokordan marhamat so'ramayapsiz. O'z sog'lig'ingizni himoya qilyapsiz. 3-qadam, kerakli tekshiruvlar. Odatda umumiy qon tahlili, umumiy siydik tahlili, qondagi glyukoza, xolesterin yoki lipid profili, kreatinin, siydikchil, elektrolitlar, jigar fermentlari EKG kerak bo'lishi mumkin. Agar shifokor zarur desa, yurak uzi, Holter monitoring, buyrak uzi yoki endokrinolog, kardiolog ko'rigi ham tavsiya qilinadi. Har bir odamga hammasi shart emas. Lekin xavf guruhidagi odamga bu tekshiruvlar hayotiy muhim bo'lishi mumkin. 4-qadam, uyda avgust dorilar papkasi tayyorlang. Unda shifokor yozgan dorilar ro'yxati, allergiyangiz bo'lsa uning nomi, kasalliklaringiz ro'yxati, yaqin qarindosh telefon raqamlari, pasport nusxasi yoki ID ma'lumoti, oxirgi EKG va tahlil natijalari bo'lsin. Agar tez yordam chaqirilsa, qarindoshlar shoshib qolmaydi. Shifokorlarga aniq ma'lumot beradi. 5-qadam, kun tartibini o'zgartiring. Avgustda eng issiq vaqt odatda 50 iyun idan 27 iyungacha bo'ladi. Shu oralikda dalada, bozorda, qurilishda, tomorqada ishlashni kamaytirish kerak. Agar ish majburiy bo'lsa, har 30 tartib daqiqada soyada dam olish, suv ichish, bosh kiyim kiyish, yengil och rangli kiyim tanlash zarur. Ish qolib ketadi deb sog'liqni qurbon qilish keyin ancha qimmatga tushadi. 6-qadam. Ovqatlanishni yengillashtiring. Juda yog'li osh, qovurilgan ovqat, sho'r mahsulotlar, kolbasa, konservalar, ko'p tuzlangan narsalar bosimni oshirishi va shish chaqirishi mumkin. Avgustda sabzavot, yengil sho'rva.
qaynatilgan yoki dimlangan ovqat, me'yorida meva, yetarli oksil, kamroq tuz tamoyiliga amal qilish foydali. Diabeti borlar mevalarni ham nazorat bilan iste'mol qilish kerak. 7-qadam, yaqinlaringizni nazorat qiling. Agar uyingizda 6 yoshdan oshgan ota-onangiz bo'lsa, ulardan har kuni yaxshimisiz deb umumiy so'rash yetarli emas. Aniq so'rang, bosimiz necha bo'ldi? Bugun qancha suv ichdingiz? Dorini ichdingizmi? Bosh aylanishi bo'ldimi? Nafas qisishi bormi? Oyoq shishmadimi? Keksalar ko'pincha bolalarni bezovta qilmaslik uchun simptomlarni yashiradi. 8-qadam, qachon tez yordam chaqirishni biling. Agar odam hushidan ketsa, gapirishi buzilsa, tananing bir tomoni ishlamay qolsa, ko'krakda kuchli og'riq bo'lsa, nafas qisilsa, bosim juda baland bo'lib yomon belgilar qo'shilsa, kuchli holsizlik va chalkashlik bo'lsa, darhol tez yordam chaqiring. Bunday paytda qo'shnidan maslahat so'rab, internetdan dori qidirib, vaqt yo'qotmang. 9-qadam, o'zboshimcha ukol va tomchi dorilardan saqlaning. Ba'zi odamlar sistema oldim, yengillashdim deydi. Lekin yurak yoki buyrak muammosi bor odamga ortiqcha suyuqlik tomir orqali yuborilsa, ahvol yomonlashishi mumkin. Qaysi dori, qaysi dozada, qaysi holatda kerakligini shifokor belgilashi kerak. 10-qadam, psixologik xotirjamlik. Issiqda asabiylik kuchayadi, uyqu buziladi, odam tez jahl qiladi. Stress bosimini ko'taradi, yurak urishini tezlashtiradi. Shuning uchun kechasi xonani shamollatish, telefonni kech yotganda kamroq ishlatish, yotishdan oldin og'ir ovqat yemaslik, imkon bo'lsa qisqa piyoda yurish, lekin issiq paytda emas, salqin vaqtda yurish foydali. Yana bir muhim masala. Mehnat qilayotgan girtikini 65 yoshdagilar o'z ish joyida sharoit talab qilishdan tortinmasin. Ichimlik suvi, soyali joy, dam olish vaqti, issiqdan himoyalanish choralari bo'lishi kerak. Qurilishda, dalada, yo'l bo'yida, bozorda ishlaydigan odam men chidashim kerak deb o'ylamasin. Issiq urishi kuchli odamni bir necha daqiqada og'ir holatga tushirishi mumkin. Ayollar uchun alohida aytaman. 45-55 yosh oralig'ida gormonal o'zgarishlar, uyqu buzilishi, issiq bosishi, yurak tez urishi, kayfiyat o'zgarishi bo'lishi mumkin. Bu belgilarning hammasini faqat klimaksga bog'lab qo'ymang. Ba'zan shu davrda bosim, qand, qalqonsimon bez yoki yurak ritmi muammolari ham aniqlanadi. Shuning uchun tekshiruvdan o'tish kerak. Erkaklar ham alohida aytaman. Ko'pchilik erkaklar shifokorga borishni oxirgi paytgacha cho'zadi. Hech narsa qilmaydi. O'tib ketadi. Erkak odam chidashi kerak degan fikr juda zararli. Infarkt va insult erkakning sabriga qarab turmaydi. Agar yatin yoshdan o'tgan bo'lsangiz, cheksangiz qorin chiqqan bo'lsa, bosim yoki qand bor bo'lsa, avgustda albatta nazoratni kuchaytiring. Demak, avgustdan karni 35 yosh va undan katta o'zbekistonliklar uchun yomon xabar shuki, issiq, suvsizlanish, bosim, yurak, qand va buyrak muammolari bir-birini kuchaytirib, jiddiy xavf tug'dirishi mumkin. Lekin yaxshi tomoni ham bor. Buni oldindan bilsangiz, tonometr bilan nazorat qilsangiz, poliklinikada tekshirsangiz, dorilarni o'zboshimcha o'zgartirmasangiz, suv va ovqatlanishni to'g'ri yo'lga qo'ysangiz, katta xavflarning oldini olish mumkin. Men sizdan iltimos qilaman. Bu videoni faqat ko'rib qo'ymang, amalda bajaring. Bugunoq bosimingizni o'lchang, dorilaringiz ro'yxatini yozing. Ota-onangizdan hol so'rang, kerak bo'lsa poliklinikaga yoziling. Izohlarda yoshingizni, qaysi viloyatdan ekaningizni va avgust issig'ida sizda qanday muammolar bo'layotganini yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring. Chunki vaqtida aytilgan ogohlantirish bir insonning hayotini saqlab qolishi mumkin.